Assalamu alaikum, Erik TV'nin aziz görürmenleri. Erik Televizisi hoş geldinler. Bugünkü siyaset meydanı söhbet programımızda Germaniyanın Frankfurt şehirde yaşap duruvatkan Küreş Atakan efendi bilen ötküzgen söhbetimiz huzurunlarda buludu. Assalamu alaikum, Küreş aka, qanday ahvalınız, yaxşıdıramsız? Aldı bilen özünüzдің hayat hakkında bir toxtalып ötemsiz. Ve aleykümselam, Abdurrahman Ustam, Erik Televizya Stansiyasının siyaset meydanı programımızda meni Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımız bilen yüz görüştürgenlik onlar üçün nəhayət köp rəhmətimni bildirmən. Bundan başqa vətən içi hem vətən sırtıda milli davayımız üçün əs qoşayotgan əzimetlerimizge otluk salmanını yollayman hem ulağı doğan ikramımını bildirmən. Ben Küreş Atakan, ben 1966 yılı Şərq Türkistanның Atüş şəhərinin bir tağlıq kentide bir vatanperver, milletperver, maarifçi ailesinde dünyaya geldim. Başlangıç hem Tulus Ottur Mektep terbiyemni şu tağlık kentte tamamladım. Tuluk Ottur Mektepni bütün Şərq Türkistan gıdanlık bilim yurtlarının biri bolğan. Aynı vaxtki maarifçi yenilikperver, dağlık şair Memtil Efendi'nin hukukçuları kurgan oblastlık birinci Ottur Mektepte tamamladım. Ondan keyin endin koyuk milli hem vatanperverlik hissiyatıga ega bir ailede üst bitilgenlikin şu devrdeki vatan milletinin takdiriga köngül bölüş, vatan milletinin derdige ağalığa yetiş tuygusunu yitildi. Ben vatanperver hem milletperver bir ailede doğuldum. Değişimge ait küçük bir misal keltirmen. Dadam vatanını suyduğan, milletini suyduğan vicdanlık, gururluk bir okutçu hem bir mektep müdiri idi. O tuncu balası buluş süktüm bilen bana Küreş degan isimni qo'yish bilan birga mening keynimdan tug'ilgan enimge Erkin degan isimni qo'ygan ekan. Yani bunun ma'nosi kurash qilmoqchilik erkinlikka erishgani bo'lmaydi degan ma'noni bildirdi. Mush xil ruh bizni mayli oilada bo'lsin, mayli maktabda bo'lsin, mayli keyingi vaqtlarda shu xil ideyaga, shu xil fikrga ega bo'lgan to'liq o'tir maktab o'qituvchilarimizdan bo'lsin bizga her tarafdan ta'sir qilib shu xil muhit ichida o'sib yetildik. Keyin 1982 yılı Ali Mektep imtihanına qatnashib Şərq Türkistan Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi qabul qildim. Aynı vaqtda Edebiyat Fakültesida aynı vaqtda milletimizning taqdiriga ko'ngil bildigan 1982 yılı Ali Mektep'e qatnashib Şərq Türkistan Üniversitesi'nin Til Edebiyat Fakültesi qabul qildim. Biz Şərq Türkistan Üniversitesi Til Edebiyat Fakültesinde okuyotgan vaqtimizda Xitoyning Şərq Türkistan xalqiga qaratgan her türlü zulmü, tezlik kuchli voyaga yetgan bir bo'lish bilan xalqimizning orasida milliy uyg'unish eng bexillanayotgan bir davr edi. Shu vaqtda Şərq Türkistan'da planlıq tug'ut siyaseti yol qo'yildi. Hem şunun bilan birlikte Teklemekkan qumliqini 5 yillik muddat bilan atom bombasini elib berish uchun Pokistonga ijaraga berish masalalari o'tirib chiqarildi. Bu shu ishlarga norozilik bildirish yuzasidan 85 yili 12 oyda keng ko'lamli o'quvchilar harakati tashkillash ishlariga bevosita qatnashdim. Biz 82 yılı Ali Mektep'e qabul qilinib kelgan vaqtimizda maktabda aynı vaqt altın qatardagi maarifchilar yuqori darajalik ziyolilarimizdan Abdüşkür Memtimen, Şerifiddin Ömer, Abdükerim Rahman, Tursun Muallim, Hayretcan Osman
qatarlıqlar xizmat qilayotgan bir mezgil ekan. Ularning bevosita ta'lim tarbiyasiga uchirdik. Mana bu xil ta'lim tarbiya asosi bizning qo'rqmay maydonga chiqib vatanimiz va millatimizning beshik kelayotgan qarang'u taqdirga bo'lgan norozilik bildirish istikimizni texmo kuchlantirib 85-yil dekabrdagi o'quvchilar harakatining barliq kelishiga nazariy bir asos sağın idi. Biz 85-yillik o'quvchilar harakatini tashkillab bu faaliyet ilib berilgandan keyin maktabda her türlü siyasi qiyin qistaqlarga besimlarga uchirdik. Şu vaqtda aldın qatorda o'qigan har Sharq Turkistonning poytaxti Urumchining ichidagi o'qishmagan oliy maktablardagi saboqdoshlarimiz, do'stlarimiz o'zining natijalarining ne kadar yaxshi bo'lishiga qaramay o'zining saviyasi, kasbiy alohidaliklari mos kelmaydigan rayonlarga, ya'ni chet tağlıq yazılarga, uzaq şəhərlərə bölütildi. Şu qatada Memmo 1987 yılı o'qishni bitirib, kelajakda xizmat ishlash ehtimolligi bo'lgan muhim o'rinlardan mahrum qoldirilish hisobiga o'zim tug'ilib o'sgan yurt Atuşqa avatib etildi. Bu yerga borgandan keyin xizmat ko'rilish ishimiz nati qiyinga to'xtadi. Men baya aytib o'tganga o'xshash Atush oblastlik 1-o'rta maktab bizning yangi ma'arifimizning asoschisi Mamtilla apandining o'quvchilari qo'ygan sharafli an'anaga ega bir maktab. Şu maktabdagi ayni vaqtdagi millatparvar, vatanparvar, ma'rifatparvar, ilg'or fikrlik bir turkum o'qituvchilarning nayt ko'p tirishchilik ko'rsatishi bilan oblastlik 1-o'rta maktabda xizmat qilish fursatiga erishdim. 87-yildan tortib 90-yilgacha 91-yilga vaqt bo'lgan araliqda Atushda o'qituvchilik, yani til adabiyot o'qituvchiligi ham sinf mas'ullik vazifasini yutdim. Bu jarayonda fikr qilish, yezish ham dars so'zlash jihatdan ko'p cheklamalarga uchradim. Xalqimizga milliy parvarlik, ma'rifatparvarlik, vatanparvarlik ideyasini singdirishning boshqa yo'llari haqida izlanishga boshladim. Urumchidagi ayni vaqtda ko'z ko'ringan oldin qator turadigan ziyolilarimiz bilan aloqalashib, o'zimning alohida yezishchilik jihatda bo'lganlik uchun, adabiyot kasbini o'qiganligim uchun nashriyatda ishlash orzuyimning borligini aytdim. Shundan ularning qo'llab-quvvatlashi ham yaqin yordam qilish bilan 91-yil 3-4 oylarda xalq nashriyati adabiyot san'at tahrir bo'limiga ishga tushdim. 91-yildan tortib 2001-yilning oxirigacha bo'lgan araliqda shu o'rinda tahrirlik vazifasini yutdim. 2001-yilning oxiriga kelgan chaqda o'zimning vatanimizning ham millatimizning oldida qilmoqchi bo'lgan ishlarimning nayt ko'p jihatdan qiyinchilik ham to'sqinlik uchrayotganligini his qildim. Undan keyin ayni vaqtda chet elda adab kuchayotgan milliy harakatimizning ixtisos egalariga bo'lgan
ihtiyacının buna küçüyüp beriyotganligini his qildim. Şunun bilan vatanda manga o'xshash tarbiya ko'rgan, mening qilayotgan xizmatimning foydasidan chiqa oladigan odamlarning yetarlik ekanligini, mening chet elga, o'r dunyoga chiqib, xalqimizning, millatimizning beshak kelayotgan bu milliy zulmni o'r dunyoga anglatish vazifamning texmi muhim ekanligini his qilib, naytı testi pasport işlerini bir xil yo'llar bilan bitirib chet elga chiqib ketdim. Qozog'istonda qisqa mezgillik turishdan keyin 2002 yili 4-oyda Germaniyaga keldim. Germaniyaga kelib milliy da'voyimizning har qaysi tarmoqlarda xizmat qilayotgan avangard aktiv kasbdoshlarimiz bilan, do'st birodarlarimiz bilan jam bo'ldik. Bu vaqtda asosiy qilgan ishim Sharq Turkiston informatsion markazining xizmatlariga yaqinlashish bo'ldi. Biz kunlik xabarlarni vatandan bevosita ishtirish uchun bu imkonlarimizni ishga solib xizmat ishlagandan boshqa Sharq Turkistonning siyosiy, ijtimoiy ham iqtisodiy ahvolini aks ettiradigan materiallarni to'plab bir yillik dokulat hazırlash, her yili bir dokulat hazırlash, hem erkin o'r dunyoga ma'lumot berish ishlari bilan shug'ullandik. 2007 yili 5-oyda Frankfurt atrofida yashayotgan qarindoshlarımızın milliy da'voga qatnash jihatdagi qiyinchiliklarni hal qilish, hem şu atrofda yashayotgan Sharq Turkistonliklarga siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, oliy jihatdan o'z milliy kimligini qo'g'dash, milliy madaniyatini qo'g'dash, avlodlarni sağlam yetishtirib chiqish ehtiyojlari hem ularning milliy da'vodagi rolini joriy qildirish taqozosi tufaylidan shu atrofda yashayotgan do'st birodarlarimiz bilan hamkorlashib Sharq Turkiston birligi tashkilotini qurib chiqdi. Sharq Turkiston birligi tashkiloti iltimos qilinib yo'llangan vaqtda Xitoy hukumati Germaniya hukumatiga qattiq ig'ir bosim tushirib, bu tashkilotni tasdiqlamaslik haqida ko'p kuch chiqadi. Germaniya hukumati Xitoyning biz haqida bergan ma'lumotlarini tekshirib tadqiq qilish ilib borgandan keyin qandaqdir Xitoylarning bizning ustimizdan yuklagan tuhmatlarning yolg'on ekanligini, bizning bir ideologiyaga, ya'ni kategoriyasi ichida xalqaro qonunlarga uyg'un hem Germaniyaning asos qonunlariga uyg'un shaklda faoliyat qilish maqsadida qurilgan bir tashkilot ekanligimizni bilgandan keyin tashkilotimizni tasdiqladi. Biz Sharq Turkiston birligi tashkiloti bo'lish sifatimiz bilan 2009 yili 10-oygacha bo'lgan aralıqda nayt aktiv
faaliyetlerde bulduk. Şu mezgilgiçi bo'lgan arlıqta Şərq Türkistan Birlik Teşkilatı'nın məsulluk vəzifəsini ötüdüm, üstümge aldım. 2009 yılı 10. aydan keyin Xitayning ichki ham tashqi jihatdagi buzg'unchiligi tufaylidan tashkilotimiz ishga ayrilib ketishga majbur bo'ldi. Biz Frankfurtda o'zimizning siyosiy harakatlarimizning faoliyatlarimizni u yerda 2007 yılı kurulgan teşkilatının namını Şərq Türkistan Kültür Merkezi degan isimga o'zgartirish asosida hozirgi kelishcha davomlashtirib kelyapmiz. Köp rahmet Köreş aka. Bugünkü şu milli davayımızın terakkiyatı hakkında nelerni oylaysiz? Şərq Türkistan Milli Davası bir tarihi dava. Şərq Türkistan Milli Davası bir siyasi dava. Şərq Türkistan Milli Davası bir etnik dava. Şərq Türkistan Milli Davası bir devlet davası. Yani hemimiz bilgenge o'xshash Xitoy tajovuzchilar Şərq Türkistan'ın 1950 yılı besib olgandan tortib hozir kelish bo'lgan arliqda Şərq Türkistan xalqi o'zining mustaqil davlatini qurish uchun 500 qatimdan ortiq Xitoy tajovuzchiligiga, Xitoy hokimiyatiga, Xitoy kommunistik diktator tüzümiga qarshi her türlü qarşılık hareketlerini izchil turda davomlashtirib kelyapti. Yani aynı vaqtda Xitoylar tarafidan Cumhuriyetimiz ag'dirib o'tilgandan keyin Xitoylar xalqimizni o'zining davlat qonuniga mecburi boysunish qilib qistab aynı vaqtda yetildigan hokimiyat yürgüzgen kişilerimizni asta özleştirip uzak ötmegen vakit içinde ulanı yok kılıp etken bolsa yani bir türküm ilgar fikirlik cengivar yol başçılarımızın vatenden çıkıp erkin dünyada milli dava ilip beriş yolunu tutup kalanmagan idi. Aynı vakitte Şərq Türkistan'dan öz vatanını taşlap çetilge çıkıp gitişke mecbur bo'lgan ecdatlarımız deslapta Türkiye, Afganistan'a, Hindistan'a, bundan keyin Türkiye'ye gelip yerleşip davayımızı anlatış için her türlü faydalı hareketlerini, faydalı faaliyetlerini elip bağlan idi. Xitoy vatanimizni besib olgandan keyin 30 yıl bu davaga to'xtamay ega chiqadigan, to'xtamay dava qo'shinini kuchlantirib turadigan bir qo'shinning vatandan erkin dunyoga chiqishiga imkon, mümkünçülük bermaganlik uchun şu vaqtda ming ta'sda Xitoy zulmidan qutulib chiqqan nayt asandiki vatanning, millatning taqdiriga ko'ngil bildigan yol başçılarımız o'zida bor bo'lgan cheklik kuch, cheklik imkoniyat bilan Şərq Türkistan Milli Davasını bir kunga to'xtatib qo'ymagan. Ular o'zining tarixiy, milli hem siyasi burcunu ado qildi. 80 yillardan keyin so'g'uq urushlarning oxirgi mezgillariga kelganda Şərq Türkistandan chetilga chiqadiganlarning soni bir qadar ko'payib bordi. Elbette ularning Şərq Türkistan'ı tashlab chiqib ketishiga
Xitayning kundan kunga kuchayib berayotgan assimilyatsiya siyosati, talantaraj qilish siyosati, milliy irqiy kamsitish siyosati sababchi bo'ldi. Bu davrga kelgan chaqda milliy da'voyimizning vatan ichi ham vatan sirtidagi taraqqiyoti parallel qadamda kuchayishga ham taraqqiy qilishga imkoniyat sharoit topdi. Milliy da'voyimiz tar jihatini ilib aytgan chaqda bugun vatanimiz Xitoy ishg'oliyatiga qolgan har qanday davrdikiga qaragan chaqda zo'r yuksalishlarga erishgan bo'lsa-mu, Xitoyning xalqimizning ustidan yurgizayotgan dahshatlik milliy zulmining tezligiga yetish bo'lolmadi. Onundan başqa milliy da'voyimiz xalqaro vaziyatning bizning kutgan umidiga to'liq loyiqlash bo'lolmadi. Rahmat Kurashga nəhayət ətraflıq yaxşı məlumatlarını berdiniz. Biz milli da'voyimizni texnik gücləndiriş üçün nimalarni qilishimiz kerak? En ahırda şu ketelerde yaşayotgan jangovar Uyg'ur yoshlarimizga ve bütün xalqimizga aytmoqchi bo'lgan qandaq bir yurak so'zlaringiz bor? Da'voyimizni kuchlantirish uchun ilgari bizga o'xshash o'zining hurriyati uchun kurash qilgan, o'zining davlat uchun kurash qilgan ham bugun erkin hur yashayotgan millatlarning tajribalarini savaq qilishimiz kerak. İlgirki inqilobchilarimizning tajriba savaqlarini egallashimiz kerak. Bugungi kunda o'zining hurriyati uchun kurash qilayotgan millatlarning tajriba savaqlarini o'rganishimiz kerak. Teşkilatlanışımızı texmi modernlaştırışımız, texmi zamanlaştırışımız lazım. Bir taraftan siyasi faaliyetlerimizi güçlendirsek, yeni bir taraftan kültürel faaliyetlerimizi güçlendirişimiz lazım. Şundak elbette bir devletin davası, bir milletin davası undaq adetki bir dava emas. O adetki bir tirişçilik bilen netice berdiğan iş emas. Bu elbette nəhayət köp tirişçilikni, nəhayət köp bedel töləşni tələb qıladigan bir iş. Davayımızda biz qilishga tegishlik ishlar nəhayət köp. Qilalaydiganlarımız faqat bizning imkoniyatlarimiz, yer belgilari. Hozir kelishib bo'lgan ahvoldan qaragan chaqda o'zimizning qilalaydigan ishlarimizni to'liq qilib, shuning natijasi to'liq o'tirib chiqmadi. Mandaş qilib aytgan chaqda men ilgari deb o'tganim o'xshash, hozir chet elda bizning Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning soni ilgari har qanday bir davrlarga qaraganda ko'payib ketdi. Ular dunyoning har qaysi rayonlarda, har qaysi qit'alarda, har qaysi davlatlarda yashayotdi. 50 dan ortiq tashkilotimiz bor. Teşkilatla ilgari kelayotgan bir qilib bu ishlab bu davani ilib berayotdi. Biz o'zimizning siyosiy maqsadiga yetish uchun hozirgi kelguchilik qilayotgan xizmatlarimizni asosan markaz qilgan holda davoyimizning kelajak izbasanlarini yetishtirishga alayda kuch chiqarishimiz kerak. Elbette ki kelajak izbasarlarını yetiştirip çıkış işi
anılarga bağlıq, qızlarga bağlıq, güdek ballarga bağlıq. Biz hazırki siyasi davayımızga köprek siyasi faaliyetler bilen eğrilik berişni asasi merkez kılıp geldik. Bunundan keyin mening bu davayımızı güçlendiriş üçün berdigan yana bir fikrim, balalarni yaxshi tarbiyalash uchun analarga bo'lgan teşvikat, ta'lim terbiye işlerini güçlendirsek, ijtimoiy, kultural faaliyetlerge alayda eğrilik bersek, dini cihetki ta'lim terbiyege eğrilik bersek, şu asasda özümüzün siyasi davayımızı vatan sırtıda texmi güçlendiriş hem kilişiga kapolatlik qilish maqsadiga yetallaymiz. Uningdan boshqa ilgari bizga o'xshash tashqi kuchlarning mustamlika asosida yashab, hozir o'zining hur davlatini qurgan millatlarning tarixini o'rganishimiz hem ularning bizga foydali bo'lgan tecrübe savaqlarını ögünüşki eğrilik berişimiz gerek. Elbette ki bu tercüme, neşriyat, teşvikat işleri bilen amalga oshadi. Uyg'urlar uchun bizga o'xshash taqdirni boshdan kechirgan bir millatni tunishtirish, Şərq Türkistonliklar üçün nəhayət muvaffaqiyətli ötküzilgan bir namoyish bilan o'xshash bir ish. Uningdan boshqa yana bizga o'xshash, ya'ni Tibetdek, Mongoldek, yana dunyoning boshqa rayonlarida yashayotgan, o'zining hurriy uchun kurash qilayotgan millatlarning tajriba savaqlarini tekshirib tadqiq qilish hem foydali ularning milliy da'vosidagi foydali omillarni o'zimizning milliy da'voyimizga tatbiqlash masalasiga e'g'irlik berish bu bir muhim ish deb qarayman. Xuddi bilinib turayotgandek Xitoy u yerda bizning tilimizni, dinimizni, kultural alayidligimizni, urf-odatlarimizni yo'qotib o'tish uchun harakat qilyotdi. Tilimizni qo'g'dab qilish uchun, dinimizni qo'g'dab qilish uchun, kultural alayidliklarimizni ham urf-odatlarimizni qo'g'dab qilish uchun qilingan eng kichik xizmatmi bizning siyosiy da'voyimiz uchun qo'shilgan bir töhfa. Biz madaniyatlik bir millat, axloqli bir millat, o'zimizning qimmatli axloqiy angushtalarimizga, urf-odatlarimizga ega bir millat. Albatta ki o'zimizning tilini qo'g'dab qilish, adabiyot san'atimizni qo'g'dab qilish, urf-odatimizni qo'g'dab qilish, diniy e'tiqodimizni qo'g'dab qilish orqali siyosiy da'voyimizga xizmat qilish ishlarida maqsadga erishalaymiz. Mening oxirida Sharq Turkistondan keyingi 30 yilning, keyingi 10 yilida chet elga kelib o'ltiraqlashayotgan jangovar Uyg'ur yoshlardan kutadiganim, sizlar bu yoshlar Sharq Turkiston milliy davosining 5 yildan keyingi 10 yildan keyingi varislari, sizlar bir tarafdan Yevropada, yana dunyoning o'xshamagan rayonlarida yashash sharoitlarini qo'lga keltirish bilan birlikda yana qiladigan muhim bir ishinglar, xuddi nondek, suvdek muhim bir masala milliy da'voyimizning alayidliklarini,
nazariy asoslarini, tajriba saboqlarini yaxshi o'rganishinglar kerak. Tashkilotimizga, milliy da'voyimizga qarshi elib berilayotgan ta'tut tashviqotlarga oldinib, tashkilotimizning ichidagi aktiv shaxslardan gumonlanishinglarning hech qanday zarurati yo'q. Biz hammamiz Uyg'ur, hammamizning qinida ajdodlarimizning qini oqyotidi. Bu qon bizni milliy irodamizga boshlab boradi. Bu qon bizni milliy davlatimizni qurish uchun eg'ir badal to'lashga boshlab boradi. İşenç hem ümit bilen teşkilatlarının etrafına topluşup, qaydaş hem ümitsizlanishdan vaz keçip, o'zingning mushu qo'lga kelgan fursatni jonliq foydalanishinglarga tilakdoshlik bildiraman. Ishonamanki, Sharq Turkiston hamon bir kuni mustaqil bo'ladi. Xalqimiz hamon bir kuni o'zining siyosiy maqsadiga yetadi.